Ey, keling uka. Usta, bo'ldi, keyin so'rashamiz. Bitta gapni aytib qo'yay. Bu odamda 4-5 ta gul do'koni bor. 1,5 oydan beri qo'lida ishlayapman shopir bo'lib. Ozgina jim o'tiroq. Shunga pullarni beradimi, bermaydimi? Hushyor bo'lib pulni oldindan olib ishlayverasizlar-a? Shuni aytib qo'yadi o'zim. Bo'lib olamiz. Xo'p uka. Usta, bu ham pul bergan hali rosa qiyin edi shekilli. Qo'lda ichida qovuraveramizmi? Ishni tezlashtirib, va? Pul haqida o'ylama. Sen vijdonan o'zingning ishingni qilaver. Baraka o'shanda. Qani boshla, tartibda. Instrumentlar joyda hammasi. Hozir uy egasi kelib pulni olamiz. Shu ishni oxirida bezillayman-da, shu pulni olamizmi, yo'qmi? Instrumentlarni oldingmi hammasini? Ha, qolmadi. Hormanglar ustalar, assalomu alaykum. Mana qishlarda ham urib bo'libsizlar-ku. Qancha bo'ldi endi bizdan usta? Hisobladingmi? Ha, to'g'ri. Qani 13 million 700 ming bo'pti. 700 mingni Abdushi ko'ngildan chiqdi. 13 million bes bo'ladi. Mana $1000. Har holda dadam akasiz. Erta bahordan beri ishlayapsiz. Mana $200 olib biron joyda dam olib kelinglar. Akas. Obbo. Yana qo'yib tushiribman. Bu pulni mashinaga qo'yib qo'y. Bo'ldi, shopiring ketdi. Boshqa odam topur. Yaxshi odam emas ekan.